Azlar Qo'qondan buyurtmaganidek 5 metr 3 metrlik ofis uchun savdogar tadbirkor ukalarimizga xohlasa yukladi deb uni jo'natyapmiz. Sizlarga ko'chma do'konlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Samarqandda ham ishlarimiz davom etyapti, Farg'onada ham ishlarimiz davom etyapti. Ko'chma binolar ishlab chiqaryapmiz va yangiligimizni aytaman deganida Dom na Kolyosах. Xohlasa erta-indin safarimizni boshlaymiz. G'ildirakli uylarni ham, karvonlarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'ymoqchi edik. Xohlasa ishlab chiqardik va birinchisini o'zimiz uchun tayyorladik. Buni obzor qilmagandim, ichini so'raganlar bor edi. Hozircha mana shu holatda gilamchalarni xudo xolasa menga solamiz. 10 litrlik suv isitgichi bor, Ariston deyshadi-yu, boileri bor. Hammomi bor, bu yerda oshxona, tagida xolodilnik bor, 45 litrlik. Mana bu joyda choy ichib o'tiradigan stolcha bo'ladi, pardalari qilingan, tepada lyuki bor. Svetlari tashqaridan, ichkaridan 3 ta joyga qo'yilgan. Qisqasi bizni kuzatishda davom etinglar. Nurli uylar degan yangi Instagramda sahifa ochdik. Nurli karvon degan. Buni silkasini qo'yaman, xudo xolasa. Ertadan safarimizni boshlaymiz. Biz O'zbekiston bo'yicha taxminan 2 oy rejalashtirganmiz va mana bu uychalarda mijozlarga sotishdan oldin o'zimiz yashab, ko'rsatib, o'zimiz uchun ham sinov bo'ladi. Like bosasizlar, podpiska bosasizlar, bizni kuzatishda davom etasizlar.